Assalomu alaykum hurmatli hojat va hojonalar. Issiqda bozor narxlarini, ya'ni guruch narxlarini, sabzavot narxlarini chiqqani erinib yoki issiqqa mumkin emasmi? Bugun sizlarga men sabzavot, guruch, uy ro'zg'origa ketadigan barcha mahsulotlarni narx-navoni tanishtirib o'tamiz. Qizg'anchiqmasizlar, doimgidek like bosib, kommentariyada fikr qoldiraverasizlar. Xudo xolasa bugun guruch narxlari qancha bo'lyapti? Assalomu alaykum. Aka, yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Xudo xolasa birinchi hozir hamma osh qilayotgan lazerlar qancha bo'lyapti? Hop, lazerlar 14 mingdan 18 minggacha, 17 minggacha chakanalar sotiladi. Hop, qarang, 14 mingliga qaysi, 18 mingliga qaysi? 14 mingga mana o'si. Aha, mana o'simi? 14 mingga? Nima farqi bor buni? Yili undan nisbatan farqi bor. Ha, yilidan 18 mingliga qaysi? 18 mingliklari mana bu. Ha, buni rangida ham farqi bor ekan-a buni. Sarg'ichroq, bunisi oqroq. 18 ming so'm. Bu endi kelishtiradigan joyi ham bormi? Optimga narx kelishdi. Vizros degani bo'lardi ilgari. Vizros mana bu. Xudo xolasa, vizros. Qancha buni narxi? Vizroslar 14-15 bo'lyapti. 14-15 ming so'mdan. Manosi qanaqa bu? Bu nukus. Nukus ha bu? Nech pul? 11 ming. 11 ming so'm. Xudo xolasa, nukuslar 11 ming so'm. Undan tashqari 07 lar qancha? 17 lar 13 ming. 13 ming so'm. Qarang, qanchadan qanchagacha bo'lyapti? Narxi. Misol uchun eng arzonidan qimmatigacha. 10 mingdan 18 ming 20 minggacha. 10 mingdan 18 ming 20 minggacha, xudo xolasa. Bozoringiz bersin. Tovuq go'shti, xudo xolasa makaron, yog', xullas sabzavotlardan oldin go'sht narxlarini olamiz. Tovuq go'shtlari qancha bo'lyapti aka? 30 mingdan mana oyoqlar. Oyoqlar 30 ming so'mdan. Qanotlar 35 ming. Qanotlar 35 ming. Tayyor shashlik qilgani. Marinovka. Xudo xolasa marinovka qilgani, qilingan tayyor daryo bo'yiga borib o'tkazadigan joyi xudo xolasa. Mana go'shtchi. Bu mol go'shti 100 mingdan. Muzlatilgan, ha? Muzlatilgani 100 ming so'm. Mana qanaqa go'sht? Indik go'shti. Indik go'shti. Indik go'shti 40 ming so'm. Bunisi-chi? Unisi ham, o terisiz, u ham 40 ming so'm. Bu terilisi, bu terisiz, ha? Aha. Juda zo'r. Makaronlar qancha bo'lyapti aka? Makaronlar 10 mingdan, Toshkent makaronlar. Toshkent makaronlar 10 ming so'mdan, xudo xolasa. Juda zo'r. Xo'p. Mana choychi mana shu turishi. 30 ming qilib beraman. 1 kilogramm, ha? 1 kilo. Ko'k choymi bu? Hali zira choy. Bu zira choy 17 degani ekan. 30 ming so'mmi? Ha, 30 ming. 1 kilogramm 30 ming so'm. Yog'lar? Yog'lar shu 95 ming. Hammasi 95 ming, 85 ming. Yog'larda uncha raznica yo'q, ha? Narxlar xudo xolasa joy-joyida ekan. Rahmat, bozoringiz bersin. Xo'p. Hurmatli akalar, xudo xolasa kartoshka, piyoz, sabzi, xudo xolasa optim narxlardan. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Sog'lig'ingiz yaxshimi? Xudo xolasa kartoshkalar qancha bo'lyapti? 5 ming so'm, 4 ming so'm. 5 ming so'm, 4 ming so'm kilogrammga. Bu o'zimizda jamashuy mesnisi, bu Yangiqo'rg'onniki. Xudo xolasa mana bunaqa shirindan shakar chiroyli. Juda xudo xolasa. Piyozchi? 10 ming so'mga 3 kilo. 3 ming so'mdan. Ko'proq olganga 3 ming, beraveramiz. qopga 3 ming so'm. Juda zo'r. Sabzilarchi? 10 ming 2,5 kilo, 6 ming 5 ming. Xo'p, bu 10 mingga 2,5 kilogramm. Bunisi-chi? Buni saylading, sarisi qilsa qimmatlab qolib 6 ming so'm. Kilogrammi? 1 kilosi. 1 kilosi 6 ming so'm. 5 ming so'm. Bunisi 5 ming so'm. Bunisi 2 kilogramm 10 ming so'mga. Nurgan yangi sabzi. Xudo xolasa juda zo'r. Rahmat, bozoringiz bersin. Xo'p. Sizdan like, podpiska bosganlarga Aram bo'yida obunachilarimiz bo'lsa buyurlar. Gap yo'q. Bozoringiz bersin. Xo'p. Sayroq. Aha, assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Sog'lig'ingiz yaxshimi? Supurgilar qanchadan bo'lyapti? Supurgilar 25 ming so'mdan 45 minggacha bor. 25 ming so'mdan 45 ming so'mgacha bor. 30 ming so'm o'rtachasi. Mashalloh, juda zo'r. Eng kattasi 45 ming so'm. Eng kattasi yirigi. Maza qilib xizmat qiladigan-a? Bolamiz bor 40 ming so'm. Bular 40 ming so'm. Ajabsanda degan, xudo xolasa. 40 ming so'm. Xo'p, 40 ming so'mdan 25 ming so'mgacha xudo xolasa supurgilar bor holatiga qarab. Xo'p, Namangan viloyat Mingbuloq tumani dehqon bozorida tashrif buyuraverasizlar. Rahmat. Sog' bo'ling. Xo'p. Navbatdagi sotuvchilarimizdan kartoshka, xudo xolasa piyoz, sabzi. Ukajonim, nech pul o'lyapti sabzilar? Sabzi yangilari 5 ming, eskilari 4 ming, sarig'i 6,5 ming. 6,5 ming. Juda zo'r. Kartoshkachi? Kartoshkalar 5 ming, 2 kilosi.
Aha. Bunisi ham Qo'rg'onniki. Bunisi O'zim местный. Xudo xolasa bular 5000 danmi? maydaroq bor 4000. Piyoz qancha piyoz? Piyoz 10 mingga 3 kilo. 10 mingga 3 kilo. Gap yo'q. Bozoringni bersin. Xo'p. Kir yuvish mahsulotlari ayollarimizga mabodo idish tovoq yuvish uchun, kir yuvish uchun sovunlar. Opa, assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Sovunlar qanchadan qanchagacha? 5000 dan 2000, 7000, 10000 uchta Har xil. Eng qimmat qanchadan qanchagacha? 7000, 6000. 10 ming so'mdan 2000 so'mgacha bor, a? 10 ming so'mdan 2000 so'mgacha. Sodalar qanchadan qanchagacha? Hop, sodalar 3000 dan ava klassiga qarab ketaveradi. 1 kilogrammi qancha? 15000. 15000. Sorti ham bor. Ikki xili bu. Qanaqa? 15 mingligi 10 mingligi bor. 1 kiloli. Endi ag'i 5 kilolikgacha bor-da bizda 75 ming. Endi 9 kilolik avtomatik sodalari bor. 130 ming, 100. Rushnoydiki qancha? Avtomatiki qancha? Rushnoydikini yaxshisi 15 ming. Avtomatikini yaxshisi 30 ming 1 kilo. Tushunarli. Avtomat bilan rushnoyd o'rtasida teppa-teng narx farq qilar ekan, a? Juda zo'r. Idish yuvish gellari nech puldan nech pulgacha? Ha? Assalomu alaykum. Charchamayapsizmi? Sog'lig'ingiz yaxshimi? Bozor qalay bo'lyapti? Zo'rmi? Gap yo'q. Xudo xolasa. Xudo xolasa yashang. Joningiz omon bo'lsin. Halol. Nima gap? Tinchmi? Halol mehnatda xizmat qiluvchilar. Xo'p, idish yuvuvchi gellar nech puldan aka? 5 ming. 7 mingligi bor, 8 mingligi, 7 mingligi, 10 mingligi bor deydi. 13 mingligi, 20 mingligi bor, 25 mingligi bor. Hammasi grammiga qarab, va kiloga qarab. Ular eng yaxshi sifatlilari. Tushunarli. Arzonlari ham bo'ladi. Juda go'zal. Rahmat. Bumaga nech pul? Bumaga momi 13 ming, buni ham 13 ming, 10 mingligi bor, 8 taligi bor, 15 ming. Xo'p, 10 mingdan 13 minggacha ekan, ha? 15 gacha. 15 minggacha. Gugurt qardoyimgida 2 ming. Ha. Yo'q, gugurtmi? Ha. Gugurt qancha? 3 ming bo'ldi hozir. Voy mashallah. Tushunarli. 5 mingga ikkita berilyapti ekan. Gugurt narxi qimmatlab. Bozoringiz bersin. Hurmatli akalar, karom, sarimsoq piyoz, bolgarskiy pomidor, xudo xolasa narxini so'raymiz. Pomidorlardan boshlaymiz. Qanchadan bo'lyapti aka? 2 kilosi 15 ming so'm. Xudo xolasa 7,5 ming so'mdan. Xo'p, nosqovoqmi bu? Ha, nosqovoq. Qancha bu? Bir xil narx. Hammasi bir xil. Xudo xolasa. Karam nech pul? Kerim 8 mingdan donaga. Donaga 8 ming so'mdan. Sarimsoq piyozchi? 10 ming kilo. 10 ming kilosi. Juda zo'r. Bolgarskiy 4 ming so'mdan. Qizilcha? Qizilcha 6 ming so'm. 6 ming so'm. Bolgarskiy 1 kilogrammi 8 ming so'm. Ko'ki 8. Bodring? Bodring 5 ming so'm. Bodring, yangi bodring 5 ming so'm. Qalampirlarchi? Qalampir 15 ming kilosi. 1 kilogramm 15 ming so'm. Juda zo'r. Atom. Xudo xolasa. Xo'p. Juda zo'r qalampirxo'rlar kelaverasizlar, xudo xolasa. Dumbil nech pul? 3 tadan 4 ta qilib beramiz. 10 ming so'mga 3 ta. 4 dona qilib beriladi. Juda zo'r. Bozoringiz bersin. Rahmat. Xo'p. Xo'p, bozorimizda meva narxlari birinchi boshlanish uzumni olamiz. Assalomu alaykum. Xola yaxshimisiz? Uzum nech pul? 13 ming so'm. Rizamatmi? Rizamat xudo xolasa 13 ming so'm. Shaftolilarchi? Xo'p, 15 ming so'mga 2 kilogramm, 7,5 ming so'mdan xudo xolasa. Bu tuklichichi? Uyumsi ham qanchadan qanchagacha bor? Orada 5 mingliklari ham bor. Orada 5 mingliklari bor. Qolgani 7,5 ming so'mdan kilogrammga. Xudo xolasa bir xilda 7,5 ming so'mdan shaftolilar. Xo'p, juda zo'r. Mana ular qanchadan? Mana yirigi. Uni ham sinab qoldi, mashq qoldi. Xudo xolasa oxiri qop. Xullas, kompot bekitaman degan payt ekan. Ancha arzonlab ham qopti. Xola bozoringiz bersin. Xo'p. Xudo xolasa olma narxlari juda zo'r. Mana navi qanaqa olmani? 5 yildiz olmalar. 5 yulduz olmalar. Qanchadan? 10 ming, 8 ming ham beryapti. 10 ming so'mdan 8 ming so'mga savdo xolasa. Bir kishi olma ekaman desam qarshilik qildi. Hozir 1 dollarga yaqinlashib qoldi shu olma ham. Bundan qimmatlari ham bor. Shirin olma. Xudo xolasa bizlikda juda katta bir tupi bo'lardi. Xo'p, qanchadan qanchagacha dedingiz? 10 mingdan 8 minggacha sotilyapti. 10 ming so'mdan 8 ming so'm. Aha.
Bu ham 12 ming so'm, 10 minggacha berilyapti. Shaftolilar 5 ming. Shaftolilar 5000 so'm. Yashang. Uzumlar 15 ming. Mashalloh, juda zo'r. Bozorimizga tashrif buyuraverasizlar. Rahmat, bozoringiz bersin. Xo'p. Navbatdagilari, xudo xolasa. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Charchamang, sog'lig'ingiz yaxshimi? Nech pul ekan shaftolilar? Shaftoli 12 soat sizga 10 ming. 12 soatdingiz bizga 10 ming so'mdan, xudo xolasa. Lekin sifati ham juda zo'r ekan. Mashalloh, mana ko'ryapsizlarmi? Xudo xolasa Namangan viloyati Mingbuloq tumani Jamashuy dehqon bozoriga tashrif buyurib, mabodo. Xudo xolasa. Bozoringiz bersin. Xo'p. Bozorda eng oldin meva sotadigan nima so'rasalaring bor. Muzaffar aka, sizmisiz? Sog'lig'ingiz yaxshimi? Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Nech pul ekan ananaslar? Nech pul? 65 ming. Donasimi? Donasi 65 ming. Juda zo'r. Bananlar qancha bo'lyapti? Banan 20 ming so'm. Buni ko'proq olinsa 18 ming. Kivichi? Kivi 50 ming so'm. Mandarinlar? 40. Ular 40 ming so'm. Olmalar qanchadan qanchagacha? 25 mingga 2 kilo. Bu 10 ming so'm. Juda zo'r. Mabodo to'ylarga yoki bir yo'riqlarga bunga o'xshat asarti qilib savat terish berish xizmati ham bor. Xudo xolasa, o'zi olib ketib qolishdimi? Gap yo'q. Bozor o'rtasiga xudo xolasa kelaverasizlar. Chiroyli qilib. Xudo xolasa. O'zimizga ham kerak bo'lsa birinchi bo'lib shu joyga tashrif buyuramiz. Uzumlar qancha bo'lyapti? 10 ming 1 kilosi. 1 kilogramm 10 ming so'm. Ko'rib turibsizlar. Juda zo'r. Rizamat-a? Ha, rizamat. Manochi? Mersa bu? Ular 20 ming. Ular 20 ming so'm, merslar. Juda zo'r. Oltiariq bozorida ham 20 ming chiqyapti. Sizlarda ham 20 ming. Hey, yashang, bozoringizni bersin. Bozorlaringni bersin. Xo'p, xo'p. Xo'p. Uy ro'zg'orga peripravalar, xudo xolasa hamma rizavorlar. Assalomu alaykum. Qalay, yaxshimisiz? Sog'lig'ingiz yaxshimi? Qalaysiz? Xudo xolasa bir boshdan nomlarini aytib, narxlarini aytsangiz juda yaxshi bo'lardi. Siz kishmish nech pul? Kilogrammi. 1 kilogrammi 35 ming so'm. Buchi zira Kilo olganga 70 ming, belarga 60 ming. kiloga 70 ming, 60 ming. No'xat qancha? No'xat qo'lini kiloga 20 ming beradi. 1 kilogramm 20 ming so'm. Juda zo'r. Zo'r. Mana nima bu? Nima urug'i bu? Boshqovoq urug'. Bu o'sha gijjasi borlarga juda davo, ha? Gijjasi borlarga oshqovoq urug'dan foydalaninglar. Qancha bu? Bitta stakani? Stakan 5 ming. Stakani 5 ming so'm, kilosi 80 ming. Mana nima? Mana ovqatga aralashma, periprava. Peripravalar. Qo'shiladigan. Tushunarli. Juda zo'r. Mana uni nomi nima edi? Chiqaramiz. Muruch bu. Muruchni bir stakani qancha? 3 ming, ikkitasi 5 ming. Hop, stakani 3 ming, ikkitasi 5 ming so'm. Mana bu nima edi? 100 gramm 30 ming, stakani 10 ming. Nima deyiladi buni? Qalampir. Qalampir munchoq. 100 gramm 30 ming, stakani? 30 ming, stakani 10 ming. Stakani 10 ming. Juda zo'r. Ya'ni Yo, ziyoni yo'q. Nimalarchi? Garoqlar nech pul kerak? 10 mingdan. Moshchi? Mosh 25 ming. Mosh 25 ming. O'zimizda mana nima lo'ya deyiladi? Oqlo'ya 15 ming. Quruq nimalar? No'xatlar 25 ming. Juda zo'r. Xudo xolasa bozorimizga tashrif buyuraverasizlar. Asarti juda ham ko'p. Bozoringiz bersin. Xo'p. Xo'p, quruq o'riklar, mayizlar, xudo xolasa pistalar, bodomlar, xudo xolasa sho'rdanaklar. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz, charchamayapsizmi? Bil o'rik bo'lmadi. Bil trenddami? Qancha bo'ldi narxi? O'riklarimiz xudo xolasa 55 mingligi bor. 55 ming, 50 ming so'm. 40 ming, 35 ming, 25 minggacha bor. Narxi uncha bilinmabdi o'tgan yilga qaraganda. Ortiqcha sotilmadi, xudo xolasa. Bu ispara, ha? Ispara, xudo xolasa 50 ming so'm. Mana shundan bittani bir kunda so'rib yuradigan bo'lsangiz, yuringiz baquvvat yuradi. Onam har kuni bittadan og'zini solib yuradilar. Xudo xolasa 50 ming so'm. Bu qanaqa o'rik bu? Bu ham ispara. Ispara. Bunisi-chi? Bu ham ispara. Ispara. Bu ham ispara.
Hop, mana bu bor qanta. Ha, shu qanta go'rk qidiryapman men. Qancha buni narxi? 35 ming so'm. 35 ming so'm. Iris qandga o'xshaydi. Juda zo'r, xudo xolasa. Xo'p, mayizlar necha pul bo'lyapti? 100 mingligi bor. Bunisi 100 ming so'm. Bunisi-chi? 90 ming so'm. Bunisi-chi? 80 ming so'm, 70 ming so'm. Juda zo'r. 60 ming, 50 ming, 40 minggacha bor. Sho'rdanak. Ko'rdanak 25 ming so'm. Sumchkadan arzon. Xudo xolasa sho'rdanak simchadan arzon 25 ming so'm. Xo'p, pistalarchi? Pistalar 180 mingdan yirigimiz bor. 180 ming so'mdan yiriga. 170 ming. 170 ming so'm. 160 ming so'mdan Eron. Xo'p. Bodom 125 ming. 125 ming so'm. Mana u nima, amaki? Asarka bu. Asarka? Immunitet ko'targani. O, Hamma shunaqa. narsa qurtilgani, tabiiy. Testosteronni ajali xolasa. Kilos qancha? Kilosi 60 ming so'm. 1 kilogramm 60 ming so'm. Xudo xolasa ertalab lanishtaga juda ham yaxshi narsa, ha? Juda zo'r. Mana u nima deyilardi? Bu kishu. Kishu. Qancha buni kilos? 150 ming so'm. 150 ming so'm, xudo xolasa. Juda zo'r. Chaqilgani. Chaqilgan mag'azda tayyor. Aha. 65 ming so'm. 65 ming so'mlar. Juda zo'r. Bozoringiz bersin. Xo'p, rahmat. Xo'p, xudo xolasa go'sht narxlari O'lmasbek, qalaysiz? Charchamayapsizmi? Sog'lig'ingiz yaxshimi? Qancha bo'lyapti? 140 ming so'mdan. Novvos go'sht, son go'sht, xudo xolasa. Qo'y go'sht qancha bo'lyapti? Tugabda? 60 ming. Qo'ygo'sh tugab qoldi. 160 ming. Juda zo'r. Xudo xolasa go'sht narxlari 160 mingga 140 ming bo'lyapti. Xudo xolasa. O'lmasjon, bozoringiz bersin. Ha. Suyagi bonus. Xudo xolasa suyagi bonus ekan. Gap yo'q. Bozoringiz bersin. Hop. Tovuqlar uchun makkalar, aralashmalar, xudo xolasa. Assalomu alaykum. Aka charchamayapsizmi? Bo'ldi. Makkalar necha pul ekan? Makkalar 5,5 ming, 5 mingdan beradi. 5,5 ming, 5 mingdan. Juda zo'r. Bunisi-chi? Boshlar bir xil. Hammasi bir xil. 5,5 mingdan. 5 ming, 4,5 dan beradi. 4,5 dan, xudo xolasa makka bug'doy aralashmasi 4,5 ming so'mdan. Ular 5 ming. Juda zo'r. Jo'jaga zo'r, xudo xolasa. Buni dakallaki bor 6 ming. Dakalla bu dakan bormi bu? Dakan jo'janiki, mana Dakan voz deganlariga, bu jo'jalarga, bu xo'rozniki. Va, meyzi ham bormi buni? Onasining odamdan yaxshi yashaydi, bu dakan degani. Assalomu alaykum xola. Yaxshimisiz? Bunisi-chi? Bular 6 ming 5,5 beryapmiz. 6 ming 5,5 berilyapti. Bular 6 ming so'm. Ular 6 ming so'mdan, xudo xolasa. Granola bor 9 ming so'mdan. Granola 9 ming so'mdan. Juda zo'r. Xudo xolasa. Bozoringiz bersin. Xo'p. Navbatdagilar o'choq qozonlar. Xudo xolasa katta-katta o'choqlar, katta-katta qozonlar narxi qancha bo'lyapti? Hozir narxini so'raymiz xudo xolasa bozorimizdan. Amaki assalomu alaykum. Charchamayapsizmi? Nech pul ekan qozonlar? Nech litrdan nech litrgacha bor? 100 litrli qozonlarimiz bor. 100 litrligi xudo xolasa. Nech pul? Sklatlarimizda 250 litrli, 200 litrli qozonlarimiz. Nech puldan nech pulgacha qozonlarimiz? Mana shularga oshqozon. O, juda zo'r. Qancha narxi? O'choqlarimiz va qalin katta o'choqlarimiz, qallarimiz 1 million 200. 1 million 200 ming so'm. Xudo xolasa. Qozonlar qanchadan? Qozonlarimiz har xil mana shu 50 mingdan Aha. 1,5 millionga qozonlarimiz bor. Holatiga qarab, katta kichik. Xudo xolasa. 50 ming so'mdan 1,5 million so'mgacha qozonlar bor, katta kichigiga qarab. O'choqlar qanchadan qanchagacha? O'choqlarimiz ham 100 mingdan 1,5 millionga bor. 100 mingdan 1,5 million so'mgacha bor, xudo xolasa. Telefon raqamingizni aytib bering. 90 99lik 439 65 telefon raqamiga murojaat qilaverasizlar. Yashang, bozoringiz bersin. Aytganingizdek. Xo'p. Xo'p, navbatdagilari ovchilarimiz qiziqadiganlar uchun xudo xolasa baliq to'rlari ham bor ekan. Xudo xolasa qarmoqlar, Faqat baliq ko'kak, baliq yo'q xolos. bozordan olasizlar. Baliq ovini kasali menta, xudo xolasa. Xo'p, qarmoqlar qanchadan qanchagacha bor? Qanchadan qanchagacha? 50 mingdan 300 minggacha. 50 mingdan 300 minggacha. To'rlar 2 qo'l, 3 qo'l, 1 qo'l.